Kadastr agentligi tomonidan sizga nisbatan jarima qo'llanilgan bo'lsa, ushbu jarimani to'lashga shoshilmang. Chunki ushbu qaror, ya'ni jarima solish to'g'risidagi qaror noqonuniy bo'lishi mumkin. Demak, bizga mana shunday jarima qarorlaridan biri yetib keldi. Biz holatni o'rganyapmizki, demak, kadastr hujjatida demak ortiqcha yer ko'rsatilgan va buning uchun soliq to'lash ham belgilangan. Ma'lum bir vaqtdan so'ng kadastr xodimlari borib, holatni joyini o'lchamasdan, bir tekshirmasdan turib, fuqaroga nisbatan 200 barobar miqdorda jarima, ya'ni bugungi kunda 82 million 400 ming so'm miqdorda jarima qo'llanilgan. Bu juda katta miqdor hisoblanadi. Demak, biz holatni o'rganyapmiz. Demak, mana shunday holat noqonuniy hisoblanadi. Demak, mana shu hujjatni rasmiylashtirish jarayonlarining o'zining tartibi bor. Mana shu tartibga rioya qilinmasdan qaror qabul qilingan qaror noqonuniy hisoblanadi. Agarda sizda ham mana shunday holatlar sodir bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga tayyormiz.